Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim, har bir oilaga aloqador bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Gap 15 iyuldan dafn etish tartibida kuchaytirilayotgan yangi qoidalar. Pensioner vafot etganda qanday hujjatlar kerak bo'lishi, qaysi holatlarda pul berilmasligi yoki to'lovlar to'xtatilishi eng muhimi. Odamlar orasida tarqalayotgan barcha pensionerlarga taqiqlanadi degan gap aslida nimani anglatishi haqida ketadi. Bu ma'lumotni bilmaslik oilani juda noqulay vaziyatga solib qo'yishi mumkin. Marhumni dafn qilishda hujjat yetishmaydi. Qabristonda joy masalasi cho'ziladi. Pensiya puli bo'yicha qarzdorlik chiqadi. Dafn puli yoki nafaqa olishda rad javobi beriladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday mavzularni oldindan bilgan odam keyin sarson bo'lmaydi. Avval ko'pchilik oilalarda qanday bo'lardi? Keksalarimizdan biri vafot etsa, qarindosh urug' yig'iladi, mahalla xabar topadi, qabristonga odam boradi, joy ajratiladi, dafn marosimi o'tkaziladi. Hujjat masalasi esa ko'pincha keyinga qoldirilardi. Ba'zan tibbiy o'lim guvohnomasi olinmasdan turib ham dafn qilishga shoshilish holatlari bo'lgan. Ba'zan pensioner vafot etgandan keyin ham uning plastik kartasiga pensiya tushgan. Qarindoshlar esa bu pul baribir oilaniki deb o'ylab yechib olgan. Keyin pensiya jamg'armasi yoki bank tekshiruvda ortiqcha to'lovni qaytarishni talab qilgan. Mana shu joyda ko'p janjallar, tushunmovchiliklar va qarzdorliklar paydo bo'lgan. Endi nima o'zgaryapti? 15 iyuldan boshlab dafn etish va vafot etgan shaxs bo'yicha rasmiylashtirish jarayonlarida tartib yanada aniqroq bo'ladi. Asosiy mazmun shuki, marhum kim bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa pensioner bo'lsa, o'lim fakti rasmiy tasdiqlanmasdan, tegishli hujjatlar rasmiylashtirilmasdan keyingi moliyaviy harakatlarni qilish mumkin emas. Bu pensionerlarni dafn qilish taqiqlanadi degani emas. Hech kim marhum pensionerni dafn qilishni taqiqlamaydi. Lekin pensioner nomidan pul olish, kartadan foydalanish, o'limni yashirish, belgilangan joydan tashqariga dafn qilish, tibbiy va fuqarolik hujjatlarisiz ish ko'rish taqiqlanadi yoki qat'iy nazoratga olinadi. Men buni sodda qilib aytaman. Davlat uchun eng muhim narsa marhumning o'limi qachon bo'lgan, bu fakt qayerda tasdiqlangan, dafn qayerda amalga oshirilgan, pensionerga ortiqcha pensiya o'tib ketmaganmi, dafn puli kimga berilishi kerak. Agar oila bularni vaqtida rasmiylashtirsa, agar keyin qilamiz, hech kim bilmaydi. Karta qo'limizda turibdi-ku deb ish qilinsa, aynan shunda muammo boshlanadi. Asosiy qismga kimlar xavotir olish kerak va kimlar xavotir olmasligi kerak? Birinchi navbatda pensioneri bor oilalar e'tiborli bo'lishi kerak. Ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, yolg'iz yashaydigan qarindoshingiz pensiya olayotgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerda turganini bilib qo'ying. Pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya ma'lumotlari, plastik karta, tibbiy hujjatlar, mahalla ma'lumotlari, bularning hammasi kerak bo'lishi mumkin. Vafot etgan paytda odam sarosimaga tushadi. Shunday paytda hujjat qidirish, bank kartasining kodi kimda ekanini bilmaslik, FDYga qaysi hujjat bilan borishni tushunmaslik oilani qiynaydi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 78 yoshli otaxon har oy 2 million 300 ming so'm pensiya oladi deylik. U kishi 20 iyul kuni vafot etdi. Oila tibbiy o'lim guvohnomasini oladi. FDYda o'lim qayd etiladi. Dafn marosimi o'tkaziladi. Agar pensiya 1 iyulda tushgan bo'lsa, bu odatda o'sha oy uchun tegishli to'lov sifatida ko'riladi. Lekin agar vafotdan keyin, masalan, 1 avgustda yana 2 million 300 ming so'm kartaga tushsa, bu pulni shunchaki yechib olish xavfli. Chunki tizimda o'lim haqidagi ma'lumot kechikib aks etgan bo'lishi mumkin. Keyin bu summa ortiqcha to'lov sifatida qaytarilishi talab qilinadi. Biz bilmagan edik degan gap har doim ham javobgarlikdan qutqarmaydi. Yana bir misol. Samarqandda bir ayol onasi vafot etgandan keyin uning kartasida 1 million 800 ming so'm qolganini ko'radi. Bu pul onasi tirikligida tushgan pensiya bo'lsa, meros masalasi sifatida qonuniy tartibda rasmiylashtiriladi. Lekin ona vafotidan keyin tushgan to'lov bo'lsa, uni yechish boshqa masala. Farqini tushunish kerak. Marhum tiriklikda hisoblangan va tushgan pul bilan vafotdan keyin xato o'tkazilgan pul bir xil emas. Oilalar ko'pincha aynan mana shu nozik joyda adashadi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz hamma ishni rasmiy tartibda qilsangiz, tibbiy guvohnoma olsangiz, FDYga vaqtida murojaat qilsangiz, mahalla va qabriston mas'ullari bilan kelishilgan
holda dafn qilsangiz, pensioner kartasidan shubhali pul yechmasangiz, hech qanday qo'rqinchli narsa yo'q. Yangi tartib oddiy fuqaroga qarshi emas. U tartibsizlik, yashirish, noqonuniy pul olish va qabristonlarda o'zboshimchalikning oldini olish uchun kerak. Dafn etish bo'yicha yana bir muhim masala joy tanlash. Avval ayrim joylarda bobom shu yerga dafn qilingan, men ham yoniga qo'yaman. Bu yer bizning urug'ning joyi. Qabriston chetida bo'sh yer bor ekan deb o'zboshimchalik bilan joy egallash holatlari uchrardi. Yangi nazoratda qabriston hududi, sanitariya talablari, qabrlar o'ralig'i, yo'laklar, suv yo'llari va kelajakdagi kengayish rejasi inobatga olinadi. Bu nima uchun kerak? Chunki qabriston ham jamoat joyi. Bugun bir kishi tartibsiz dafn qilsa, ertaga boshqalar uchun yo'lak qolmaydi. Texnika kira olmaydi. Yomg'ir suv qabrlarni yuvib ketadi. Sanitariya xavfi paydo bo'ladi. Shuning uchun men xohlagan joyga dafn qilaman degan yondashuv endi muammo keltirishi mumkin. Masalan, qishloqda ikki aka-uka otasini oilaviy tomorqa yoniga dafn qilmoqchi bo'ldi. Deylik. Ularning niyati yomon emas, ko'zimiz oldida bo'lsin. Bobolarimiz ham shu atrofda yotgan deyishadi. Lekin agar bu joy rasmiy qabriston hududi bo'lmasa, sanitariya va yer hujjatlari bo'yicha taqiqlar bo'lishi mumkin. Keyin kelajakda uy sotilsa, yer merosga bo'linsa, yo'l tushsa yoki qurilish bo'lsa, katta muammo chiqadi. Rasmiy qabristonga dafn qilish faqat davlat talabi emas, balki oilaning kelajakdagi tinchligi uchun ham zarur. Pensionerlar bilan bog'liq yana bir holat dafn puli yoki bir martalik yordam. Ko'p odam pensioner vafot etsa, albatta falon miqdorda pul beriladi deb o'ylaydi. Amalda esa yordam turi, miqdori va kimga berilishi shaxsning maqomiga, pensiya turi, ishlagan ishlamagani, oilaviy holati, mahalla yoki tashkilot orqali beriladigan qo'shimcha yordam bor yo'qligiga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim olgan, men ham olaman deb xulosa chiqarish noto'g'ri. Misol uchun, Tag'oz 2 yoshli pensioner vafot etdi. Uning dafni katta o'g'li tashkil qildi. Barcha xarajatlarni ham o'sha qildi. Lekin hujjat topshirishga kichik o'g'il bordi. Agar yordam dafnni amalga oshirgan shaxsga berilish kerak bo'lsa, kim xarajat qilganini tasdiqlash so'ralishi mumkin. Ba'zan aka-ukalar o'rtasida pulni sen olding, xarajatni men qildim degan kelishmovchilik chiqadi. Shuning uchun oilada oldindan kelishib, kim murojaat qiladi? Qaysi hujjatlarni topshiradi? Pul qayerga tushadi? Buni aniq qilib olish kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: o'lim guvohnomasi bilan tibbiy ma'lumotnoma bir xil narsa emas. Odatda avval tibbiyot muassasasi yoki vakolatli tibbiy xodim o'lim faktini tasdiqlaydi. Keyin shu asosda FHDY organida o'lim davlat ro'yxatidan o'tkaziladi va o'lim haqida guvohnoma beriladi. Ko'p odam doktor qog'oz berdi, bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, bu faqat jarayonning bir qismi. Pensiya, meros, bank, dafn puli, uy-joy hujjatlari uchun odatda FHDYdagi rasmiy qayd juda muhim. Ikkinchi nozik jihat marhumning bank kartasi. Men buni alohida ogohlantirib aytaman. Marhumning kartasidan vafotdan keyin pul yechish, ayniqsa yangi tushgan pensiyani olish keyinchalik savollar tug'dirishi mumkin. Ba'zi odamlar PIN kodni biladi, kartani ishlatadi, dorixonadan yoki bozordan xarid qiladi. Ular buni jinoyat deb o'ylamasligi mumkin, lekin bank va davlat organlari nazarida vafot etgan shaxs nomidan moliyaviy harakat bo'layotgan bo'ladi. Agar pul marhum tirikligida qonuniy tushgan bo'lsa ham, merosxo'rlar o'rtasida nizo chiqmasligi uchun ehtiyotkorlik zarur. Eng to'g'ri yo'l bankka murojaat qilib, marhumning hisobvarag'i bo'yicha meros tartibini so'rash. Uchinchi nozik jihat: pensioner vafot etgani vaqtida xabar qilmaslik. Ba'zan oila o'zlari bilib olishadi deydi. Ha, elektron tizimlar bor, lekin ma'lumotlar hamma joyda bir vaqtda aks etmasligi mumkin. Ayniqsa uzoq hududlar. Dam olish kunlari, bayramlar, hujjat kechikishi bo'lsa, pensiya to'lov avtomatik o'tib ketish ehtimoli bor. Keyin esa sizdan nima uchun bu pul olindi deb so'raladi. Shuning uchun FHDY qaydidan keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli tashkilotga murojaat qilib, pensioner vafot etgani bo'yicha ma'lumot tizimida aks etganini tekshirtirish foydali. 4-chi nozik jihat: yolg'iz pensionerlar. Agar pensioner yolg'iz yashagan bo'lsa, uning dafnini mahalla, uzoq qarindosh, qo'shni yoki ijtimoiy xizmatlar tashkil qilishi mumkin. Bunday holatda hujjatlar yanada muhim. Chunki keyin dafn xarajatini kim ko'tardi? Marhumning mol-mulki nima bo'ladi? Pensiya qoldig'i bormi? Qarindoshlar bormi? Bular aniqlanishi kerak. Masalan, yolg'iz yashagan 7-6 yoshli ayol vafot etdi.
Qo'shnilari savob uchun dafn qildi. Oradan bir oy o'tib, uzoq qarindoshi kelib, uy va pul masalasini ko'tardi. Agar dafn xarajatlari hujjatlashtirilmagan bo'lsa, qo'shnilar sarflagan pulni isbotlay olmaydi. Shuning uchun hatto savob ish qilganda ham chek, ma'lumotnoma, mahalla dalolatnomasi kabi hujjatlarni saqlab qo'yish kerak. 5-nozik jihat: diniy marosim bilan rasmiy tartibni adashtirmaslik. Bizning urf-odatlarimizda dafnni tezroq qilish muhim, bu hurmatli an'ana. Lekin tezlik hujjatsizlik degani emas. Tibbiy o'lim fakti tasdiqlanmasdan, ayniqsa o'lim sababi noma'lum bo'lsa, dafn qilishga shoshilish mumkin emas. Agar odam uyda vafot etsa, yoshi katta bo'lsa ham, baribir shifokor yoki tegishli xizmat chaqiriladi. Agar o'lim kutilmagan, shubhali jarohat bilan bog'liq yoki baxtsiz hodisa natijasida bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlar ishtiroki talab qilinishi mumkin. Bu marhumga hurmatsizlik emas, bu qonuniy tartib. 6-nozik jihat: dafn qilingan joyni rasmiy qayd ettirish. Ayrim oilalar qabr joyini faqat og'zaki biladi. Mana shu daraxt yonida, falon qatorning oxiri deb aytishadi. Yillar o'tib qarindoshlar topolmay qoladi. Qabriston kengayadi, belgilar o'zgaradi. Yangi tartibda qabr joyi bo'yicha aniq hisob yuritish, mas'ul shaxs orqali qayd qilish muhim ahamiyatga ega. Bu kelajakda qabrni topish, obodonlashtirish. 2 marta joy ajratilishining oldini olish uchun kerak. 7-nozik jihat: ortiqcha dabdaba va noqonuniy yig'imlar. Dafn marosimi og'ir payt odam pulni sanab o'tirmaydi. Ba'zan shundan foydalanib joy puli, tezlashtirish puli, alohida qator puli kabi tushunarsiz to'lovlar talab qilinishi mumkin. Agar to'lov rasmiy bo'lsa, chek yoki kvitansiya bo'lishi kerak. Agar hech qanday hujjatsiz naqd pul so'ralsa, ehtiyot bo'ling. Qabriston mas'uli mahalla yoki hokimlikdan rasmiy tartibni so'rang. Marhumning hurmati uchun sarflanayotgan pul shaffof bo'lishi kerak. Endi aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam: oilada pensioner bo'lsa, uning asosiy hujjatlarini tartibga solib qo'ying. ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya bo'yicha ma'lumotlar, bank kartasi qaysi bankdan ekani, mahalla manzili, tibbiy daftarchasi yoki kasallik tarixiga oid ma'lumotlar qayerda turganini yaqin qarindoshlar bilsin. Bu gap yoqimsiz tuyulishi mumkin, lekin hayotda zarur. 2-qadam: vafot holati yuz bersa, avvalo tibbiy xizmatga murojaat qiling. Agar shaxs uyda vafot etsa, oilaviy poliklinika, tez yordam yoki hududdagi tibbiy xodim orqali o'lim fakti tasdiqlanadi. Agar shaxs shifoxonada vafot etsa, tibbiy hujjatni shifoxona beradi. Agar o'lim sababi shubhali bo'lsa, o'zboshimchalik qilmang, tegishli organlar kelishini kuting. 3-qadam: FHDYo'ga murojaat qiling. O'limni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun odatda marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjati, tibbiy o'lim haqidagi ma'lumotnoma, murojaat qiluvchining hujjati kerak bo'ladi. Hududga qarab qo'shimcha ma'lumotlar so'ralishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin FHDYo yoki davlat xizmatlari markaziga telefon qilib, ro'yxatni aniqlashtirib oling. 4-qadam: qabriston bo'yicha mas'ul shaxs bilan rasmiy gaplashing. Qayerga dafn qilinadi, joy qanday ajratiladi, qabr raqami yoki qatori qanday qayd etiladi, qanday talablar bor, bularni aniqlang. Hech kimga hujjatsiz katta pul bermang. Agar to'lov bo'lsa, rasmiyligini so'rang. Qabr joyi bo'yicha ma'lumotni yozib oling va oila a'zolariga yuboring. 5-qadam: pensiya jamg'armasi masalasini yoping. Marhum pensioner bo'lsa, o'lim qaydi tizimga tushganini tekshirtiring. Agar vafotdan keyin pensiya tushsa, uni darhol ishlatishga shoshilmang. Pensiya bo'limiga yoki bankka murojaat qilib, bu to'lov qonuniy hisoblanganmi yoki qaytarilishi kerakmi, aniqlang. Bu sizni keyingi qarzdorlikdan saqlaydi. 6-qadam: dafn puli yoki yordam bo'yicha hujjat topshiring. Kim dafnni tashkil qilgan bo'lsa, o'sha shaxs hujjatlarni yig'ib tegishli tashkilotga murojaat qilgani ma'qul. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: o'lim guvohnomasi, murojaat qiluvchining pasporti yoki ID kartasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, bank rekvizitlari, ayrim holatlarda dafn xarajatlarini tasdiqlovchi hujjatlar. Agar marhum ilgari biror tashkilotda ishlagan bo'lsa yoki urush, mehnat faxriysi, nogironligi bo'lgan shaxs maqomiga ega bo'lsa, qo'shimcha yordam bo'lishi mumkinligini ham so'rang. 7-qadam: meros masalasini kechiktirmang. Marhumning uy joyi, omonati, kartadagi qoldiq puli, yer hujjati, avtomobili bo'lsa, notariusga murojaat qilish tartibini biling. Ko'p oilalarda hali vaqt bor deb yurib, keyin aka, uka, opa-singil o'rtasida nizo chiqadi.
Marhumning pensiya kartasidagi qoldiq ham o'z-o'zidan bir kishiniki bo'lib qolmaydi. Qonuniy merosxo'rlar tartibi bor. 8-qadam. Hamma gapni yozma yoki rasmiy shaxslarda qiling. Mahalla bilan gaplashsangiz, kerak bo'lsa ma'lumotnoma oling. Qabristonda joy ajratilsa qaydini so'rang. Bank bilan gaplashsangiz, ariza raqamini yozib oling. Pensiya bo'limiga borsangiz, qabul qilgan xodim va sana esingizda bo'lsin. Og'zaki gap bugun bor, ertaga yo'q. Hujjat esa sizni himoya qiladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Bu qoidalar odamlarni qo'rqitish uchun emas. Aksincha, oilalarni himoya qilish uchun. Tasavvur qiling, pensioner vafot etdi. Oila uning kartasidan 5 million so'm yechdi. Chunki dafn xarajatlariga kerak bo'ldi. Keyin ma'lum bo'ldiki, bu pulning 2 million 500 mingga vafotdan keyin xato tushgan ekan. Yana merosxo'rlar orasida boshqa farzandlar nega bizdan so'ramadingiz deb e'tiroz bildirdi. Natijada bir oilada ham davlatga qarzdorlik, ham qarindoshlar o'rtasida janjal paydo bo'ldi. Agar boshidan bank va pensiya bo'limi bilan aniqlashtirilganda bu muammo bo'lmasdi. Yoki boshqa misol, qabr joyi hujjatsiz shoshilinch ajratildi. Oradan 3 yil o'tib qabriston tartibga keltirilganda qabr qaysi ro'yxatda turgani topilmadi. Qarindoshlar asabiylashdi, mas'ullar bilan tortishdi. Agar dafn kuni qabr qatori, joy raqami, mas'ul shaxs ma'lumoti yozib olinganda hech qanday savol tug'ilmasdi. Demak, 25-iyuldan barcha pensionerlarga taqiqlanadi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Pensionerni dafn qilish taqiqlanmaydi. Taqiqlanadigan narsa hujjatsiz dafn qilish, belgilangan tartibdan chetga chiqish, marhum nomidan pensiya olish, kartadan noqonuniy foydalanish, qabristonda o'zboshimchalik bilan joy egallash va rasmiy qaydni e'tiborsiz qoldirishdir. Mening sizga maslahatim. Oilangizda pensioner bo'lsa, hujjatlarni tartibga soling. Vafot holatida tibbiy guvohnoma va HDYO qaydini birinchi o'ringa qo'ying. Pensiya va bank masalasini albatta tekshiring. Dafn puli bo'yicha hujjatlarni vaqtida topshiring. Shunda og'ir kunda o'rtacha sarsonlik, qarzdorlik va tortishuvlardan saqlanasiz. Sizning hududingizda dafn etish tartibida qanday muammolar uchrayapti? Qabristonda joy ajratish, dafn puli, pensiya kartasi yoki hujjatlar bo'yicha savollaringiz bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.